alloh taolo o'zining kalomida quyidagicha xitob qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda va lan tablughal jibala tula. Yer yuzida kibrlanib yurma, chunki sen oyoqlaring bilan zinhor yerni tesha olmaysan va uzunlikda tog'larga yeta olmaysan. Isro surasi 37-oyat. Nima qilganda ham zaif bashar ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Qancha kibrlanib piyoda yursak, qancha kibrlanib avtoulovlarda tez yurganimiz bilan zinhor hech kim yerni tesha olmaydi va qancha kekkayganimiz bilan tog'larga yeta olmaymiz. Mana shu zaiflikni bilgan odam o'zini bilib, ulovda ham, yayov yurganda ham Allohni eslab, mo'tadil, yaxshi bir go'zal holatda o'ziga va boshqalarga zarar bermaydigan yaxshi xulqda harakatlanadi. Haydovchini zimmasida mas'uliyat bor, javobgarlik bor. Joriy yilda dunyoning eng nufuzli 500 musulmoni ro'yxatida birinchi o'rinda turgan Hanafiy olim Muftiy Muhammad Taqiy Usmoniy yo'l harakati qoidalariga amal qilish haqida shunday degan: asl qoida transport vositasi haydovchisi harakat davomida mashinasi bilan sodir qiladigan har bir hodisaga mas'uldir. Chunki mashina uning qo'lidagi vosita va haydovchi uni boshqarishga qodir. Mashina o'zicha harakatlanmaydi. Shuning uchun haydovchi mashinaning oldi, orqasi va yon tomonlari bilan yetkazadigan zararga javobgardir. Haydovchi yo'l harakati qoidalarini buzish bilan haddan oshib o'zgaga zarar yetkazsa javobgar bo'lishligi shubhasizdir.